Assalomu alaykum. Keyingi mavzumiz naqd pul hisob kitoblar hisobi. Biz quyidagi rejalar orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Naqd pul hisob kitoblar ularni tashkil etish asoslari, memorial order bo'yicha hisob kitoblarni rasmiylashtirish va hisobga olinishi, to'lov topshiriqnomalar bo'yicha hisob kitoblar rasmiylashtirilishi, to'lov talabnomalar, akkreditivlar va inkasso topshiriqnomalar bo'yicha ularni rasmiylashtirilishi. Naqd pul hisob-kitoblar va ularni tashkil etish asoslari. Naqd pul hisob-kitoblar O'zbekiston Respublikasida naqd pul hisob-kitoblar to'g'risidagi nizom, ya'ni Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 13-aprelda 32-29 sonli ro'yxatda o'tkazilgan nizom asosida amalga oshiriladi. Naqd pul hisob-kitoblar deganda korxona va tashkilotlarning tovar ayirboshlash, xizmat ko'rsatish va tovarsiz operatsiyalar bo'yicha bir-biriga bo'lgan talab va majburiyatlarini naqd pul ishlatmasdan pul mablag'larini bir hisobvaraqdan ikkinchi hisobvaraqqa o'tkazish orqali amalga oshirish tushuniladi. Banklar orqali naqd pul hisob-kitoblarini amalga oshirishda quyidagi to'lov hujjatlaridan foydalaniladi. Bunda memorial order, to'lov topshiriqnomasi, to'lov talabnomasi, inkasso topshiriqnomasi, akkreditivga ariza. Memorial order bunda asosan bank ichki hujjatlarida foydalaniladi. Bir martalik mijozlar tomonidan bir martalik to'lovlarda foydalaniladi. Tuzatish yozuvlarida foydalaniladi. Bunda eng ko'p foydalaniladigani bank ichki hujjatlarida, ya'ni kunlik kreditlar va depozitlarga foizlar hisoblanganda, bundan tashqari bank to'lovchi bo'lgan holatlarda memorial orderlar ishlatiladi. Bank to'lovchi bo'lgan holatda bank rahbari va bosh buxgalteri tomonidan memorial order imzolanishi shart. To'lov topshiriqnomasi. To'lov topshiriqnomasi bir hisobvaraqdan, ya'ni o'zining hisob raqamidan boshqa bir hisobvaraqqa ko'rsatilgan xizmatlar va tovarlar uchun to'lovlarni o'tkazish tushuniladi. Bunda respublikamizda eng ko'p foydalaniladigan naqd pul hisob-kitob turlaridan biri bu to'lov topshiriqnomasi hisoblanadi. To'lov topshiriqnomasi oddiy sodda bo'lib, o'z hisob raqamidan o'sha o'z mijoziga to'lovlarni o'tkazib berishda odatda foydalaniladi. To'lov talabnomasi. To'lov talabnomasi bu ko'rsatib berilgan xizmat va tovarlar uchun o'z mablag'ini talab qilishni bildiradi. Ya'ni mijozlar tomonidan o'z vaqtida to'lovlar to'lanmasa, o'sha tovar yoki xizmatlar ko'rsatgan korxona tashkilotlar tomonidan to'lov talabnomasi tuziladi va bankka taqdim etiladi. To'lov talabnomasiga asosan mijoz bankka yetib boradi. Mijoz bankida front ofisda nazoratchi buxgalter tomonidan mijozga tanishtiriladi. Mijozga tanishtirilgandan so'ng kartotekka birga kirim qilinadi. Bunda mijoz tomonidan agar vaqt berilishi so'ralganda 3 kun bir shaharda bo'lsa 5 kun, boshqa shaharda bo'lsa mijoz yozma iltimosnomasi bo'lsa 10 kungacha muddat beriladi. Bunda mijoz o'sha vaqt davomida to'liq to'lovni tan olish va o'tkazish bo'yicha roziligi yoki qisman tan olish yoki umuman tan olmasligi mumkin. Umuman tan olmagan holda o'sha to'lov talabnomasi qaytariladi. Bunda mijozlar o'rtasida sud orqali o'z muammolari yechiladi. Qisman tan olinganda o'sha qisman tan olingan summa o'tkazib beriladi. To'liq tan olinganda o'sha mijozning hisobvaraqdagi mablag'lar yetadigan bo'lsa hisobvaraqda mablag'larni yetkaziladi, agar yetmaganda kartotekka 2 ga olinadi. O'sha belgilangan muddat, boya biz aytdik 3, 5, 10 ish kuni, ya'ni o'sha muddatlarda mijoz tomonidan o'z roziligi bildirmasa, javob aytilmasa, umumiy tartibda rozi deb to'lovga qaratish mumkin. Inkasso topshiriqnomasi. Inkasso topshiriqnomasi bu mijozdan so'zsiz undirilish to'g'risidagi topshiriqnomani bildiradi. Bunda kimlar mijozdan so'zsiz pul undirishi mumkin? Bunda o'sha mijozda, ya'ni soliq bo'yicha hisobotlarni taqdim etgan va o'sha hisobotga asosan to'lash kerak bo'lgan summasini o'z vaqtida to'lamasa,
undirib olinishi mumkin. Bundan tashqari bojxonadan bojlarni o'z vaqtida to'lamagan holda undirib olinishi mumkin. Bundan tashqari sud qaroriga asosan, ya'ni o'sha sudning qarorida ko'rsatilgan ajrim yoki sud qarorini asosan Majburiy ijro byurosi tomonidan inkassi topshiriqnomasi qo'yiladi va mijozga so'zsiz undirib beriladi. Bundan tashqari Moliya vazirligi tomonidan bir nechta holatlarda qo'yishi mumkin, ya'ni ortiqcha o'tkazma summalarini qaytarib olish, davlat kafolati ostidagi berilgan kredit summalari yoki mollashtirilgan summalarni qaytarish va bir necha holatlarda o'tkazish mumkin. Inkassa topshiriqnomasida agar hisobvaraqda mablag' yetishmasa, ya'ni bu kartotek 2ga olinadi. Kartotek 2da proporsiyaga asosan chiqariladi. Bundan tashqari akkreditivga ariza. Akkreditivlar bu asosan mijozlar o'rtasida ishonchni ta'minlash uchun foydalaniladi. Ya'ni akkreditiv ochish to'g'risida, akkreditivda pul o'tkazish to'g'risida shartnoma tuziladi va bunga asosan mijoz bankka akkreditivga ariza beradi. Akkreditivda 2ga bo'lishimiz mumkin: qoplangan, qoplanmagan akkreditivga. Ya'ni qoplangan mijoz o'z hisob raqamidagi mablag'ni akkreditiv hisob raqamiga ko'chirib qo'yish mumkin. Qoplanmaganda esa bank tomonidan kafolat beriladi va keyinchalik kredit asosida mijozga rasmiylashtirib beriladi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin: birinchi son kartoteka, ikkinchi son kartoteka. Boya aytganimizdek, mijozlarni tanishtirgandan so'ng o'sha mijoz roziligini olish bo'yicha muddat berdik. O'sha muddatlarni kutadigan, ya'ni vne balansda, balansdan tashqari hisob raqamda yuritiladi. Birinchi son kartoteka, ikkinchi son kartoteka. Mijozda o'sha hisob raqamida mablag' yetishmagan holatda to'lov navbatini kutayotgan hujjatlar hisoblanadi. Akkreditiv to'lovchi tomonidan to'langan yoki to'lanishi lozim bo'lgan mablag' shartnoma shartlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilingan taqdirdagina mablag' oluvchining hisob raqamiga o'tkazishga doir bankning shartli majburiyati. Aksiya to'lovchining to'lov hisobidan amalga oshirilishiga rozilik yoki qarzdorlikni tan olganligini bildiradi. Biz quyidagi rekvizitlar har bir to'lov hujjatida majburiy bo'lishi shart ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha narx hisob kitoblarini shakllarini ko'rishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.